Vodiylik ustakalarimizdan yana bir yangilik desak ham bo'laveradi. Qadrdonlar, hozirda 3 g'ildirakli arava ekan, lekin kelajakda mana shu yeriga shunday o'rindiqni qo'yib, tagiga motorini qo'yib, elektrический arava qilar ekan. Faqat qo'llab-quvvatlab, like deb bosib tursalar bo'ldi. Lekin hozir tayyor mana shunisi bor ekan. Buni asosan o'sha ojivozga va firmasi bor akalarimiz olishyapti ekan. Narxi 2 million so'm kami bor. Qirg'oqdagi bortlari yechiladi, kiyiladi, xuddi shunaqangi razmerda bo'ladi. Undan tashqari Xitoydan keltirilgan atsinkovka rang sepilgan temir lesalar, razmeri, balandligi 1.90, uzunligi 1.85, eniga 94lik, ikkita oyog'i, ikkita X kashagi, bitta paddoni bor lesamiz. Narxi 650 ming so'm kami bor. Yoki bo'lmasa 30 tadan ko'p oladigan bo'lsangiz, vodiy bo'yicha dostavkasi mutlaqo tekin ekan, tayyor 2,5 mingta bor ekan. Monolitniy stoykalar bor ekan, bular o'sha zavodskiy atsinkovka bo'ladi. 370 gacha ko'tarilaveradi. Bunimizning narxi donaga 220 ming so'm, optimga esa yana ham kelishtirib beriladi. Manzil Farg'ona, Buvayda, Dehqonobod, Kamin teridan bo'lyapti. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.